Bu videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Like bosishga juda arziydigan uyi obzorni qilib beramiz. Narxi ham zo'r, mebel texnikalarning barcha narsasi qoladi. Obzorni boshladik. Bugun kelgan manzilimizda shahar qoq o'rtasiga kelganmiz. Shayxontohur tumani Komolon mahallasiga kelganmiz. Orientirimiz Samarqand darvozani orqa tarafida. Mana shu qo'limizda sotib go'shgan umumiy yer maydoni 30 sotudan iborat 95% bitirilgan, 5% fasad ishi bilan ichkarida eshiklar qo'yilsa bo'ldi. Yashashga tayyor mebel jihoz barcha narsasi qoladi. Narxi ham zo'r. Videoni oxirigacha ko'ring. Narxlarni aytib chiroyli obzorni beramiz. Uyimizga kirib kelar ekanmiz, qaraylik. Bu tarafda kalit eshik, glavniy eshik kirish eshigimiz borda. Bu tarafda o'zi asosiy binosini ko'rasizlar. Bu tarafda lekin oshxona mo'ljallangan joylar qo'shib tepalarni ham ishlab qilingan. Bu yoqda oshxonaga kirib ketsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda asosiy binoga kirib ketsanglar ham bo'ladi. Glavniy asosiy binoga kirish eshigi bu yoqdan borda. Qaranglar. Bu tarafdan yer to'la tushiladi. Bu tarafda ko'rgan garaj eshigimiz bor. O'sha garaj ichidan yer to'la mashina qo'yiladi. Hamma garajlar shart-sharoitda qilingan. Bu tarafda o'zini yer to'lasi bor. Yer to'laga tizimlari ham barchasi qo'yilgan. Asosiy binoga kirib obzorni qilib beramiz. Asosiy binoga kirib kelganimizda hol qaranglar. Chiroyli qo'yishgan, juda faizli xonadon ekan. Birinchi ko'rib o'tirgan xonamizda o'zini ayollarimiz orzu qilgan kattagina oshxonamiz bor. Oshxona ham ko'rasizlarmi? Mebel jihozlari hamma narsasi qilingan, barchasi 100% qoladi. Mana bitta ko'rib turgan divanli zona. Bu tarafga televizor ko'rishib, televizorlarni qo'yib qo'yishgan, hamma narsasi qoladi. Ikkinchi qavatga chiqib turishimiz bo'ladi, qaranglar. Yurib kelar ekanmiz. Bu tarafda ham joyimiz bor. Bu yoqqa ham xolasida mana stol sofa qo'yishlar ham bo'ladi. Bu tarafda o'zi mehmonxonasi. Mehmonxonasini qaranglar. Chiroyli qo'yishgan, yangi remont. Okamni aytibdilar, hali o'zimiz yashashga ulgurman deyaptilar. Ba'zi bir sabablarga sotuvga qo'yib, chet davlatga chiqib ketamiz deyaptilar, qaranglar. Bu tarafga yurib kelar ekanmiz. Bu tarafga yurib kelganmiz. Bu tarafda ham alohida o'zini sanuzelga ega ko'rib turganlarda, bu tarafdan biz ko'rib o'tirgan xonamiz o'zini yotoqxonasi bordi. Yotoqxonadan ko'rib turganida bu tarafdan sanuzelga o'tishimiz mumkin. Bu alohida yana razvalgining xonasi bordi. Birinchi etajni ko'rdinglar, ikkinchi etajda obzorni ko'rsatib beramiz. Bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqib kelishimiz bordi. Ikkinchi qavatga chiqqan hol qaranglar, keng katta qilingan. Birinchi ko'rib o'tirgan xonamiz. Xolasizlar bu mehmonxona, xolasizlar bu namozxona qo'yisanglar bo'ladi. Qaranglar, chiroyli qo'yishgan. Bu tarafga yurib kelar ekanmiz. Bu tarafga yurib kelganimizda o'zining yana bitta kattagina yotoqxonasi bor. Ota-onalar uchun ichkarisida o'zining yuvinish xonasi birga, qo'rasdan yuvinish xonani ham keng katta qilib chiroyli qo'yishgan. Bu taraflarni tushuntirib beramiz. Keling. Yurib kelar ekanmiz. Bu taraf. Mana holni ko'rsatib beramiz. Holni ko'rasizlarmi? Katta daqiqli divanli zona qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Hop. Bu tarafdan uzun koridor ko'rib turganinglar. Bu tarafda o'tganimizda detskiy spalniyadan ko'rasizlar, aboylar yaxshi holatda bo'ldi. Bu tarafda ham bitta qizlar uchun detskiy spalniyamiz bo'ldi. Mana shu ko'rgan mebellar barchasi qoladi. Bu tarafdan o'zining yuvinish xonasi, ikkinchi qavat yuvinish xonasi bo'ldi. Umumiy xonalar soni 6 xonadan iborat, plus o'zining holga ega va plus yana oshxonasiga ega. Qadrdonlar, mashina qilinglar, hammamizga nasib qilsin, mashina qilib chiroyli to'ylar qilish hammamizga nasib qilsin. Uyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattagon rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Uyimizni ko'rdinglar, mana shu ko'rib turgan barcha mebel texnikalar hammasi qoladi. Narxi ham zo'r, narxini esa hozir hamma hayron qoladi, arzondir. Uyimizda sifatli qurilgan, uyimizning egalari chet safarga chiqib ketishayotgan ekan, o'sha sababli sotuvga qo'yishgan ekan. Slosh narxlarda lokatsiyani tushuntirib beraman. Lokatsiyamiz Shayxontohur tumani Komolon mahallasiga kelganmiz. Orientirimiz Samarqand darvozasining orqa tarafida bo'ladi. Bu mahallamizni bilasizlar, yaxshi faizli mahalla. Uyimiz ham juda faizli uy ekan. Uyimizning narxini $350,000 dan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib so'rab barakasini qilsanglar bo'ladi. Egalar nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib so'rab barakasini qilsanglar bo'ladi. Bunaqa vaziyatda kamdan kam chiqadi. Shoshilib qolinglar. Ko'rgan mebel texnikalar barchasi hammasi 100% qoladi. Okamni topdilar. Hammasini o'zim uchun qildim. Meni ba'zi sabablarga ko'ra chetga chiqib ketolman, deyaptilar.